Sigir nech pul ekan aka? 25 million kami bor. Bolasi xunajincha ekan. Bola xunajincha? 8 litr suti bor, ikkinchi bolasi. Savdo bo'lgan-yo? Yo bo'ldimi? 21,5 berishdi. 21,5 ga savdo berilmoqda sizga. Bola xunajin. 21,5 ga savdosi bo'lib ketib berilmayapti ham. Savol so'raymiz endi qochilik bo'lsa. Sizga tirikchilikmi aka? Tirikchilik. Nomerni aytingmi? 93lik 812 18 83. Ha 38 83. Telefon qilaverasizlar o'sha nomerga. Sigir. Ikkinchi bolasi deyapti, bolasi xunazin. 8 ta suti bor. 25 million kami bor. Sigir nech pul aka? 25 million kami bor. Bolasi nima uni? Bola xunajin. Bola xunajin 25 million kami bor. Bolasi. Suti nechta? 12 litr suti bor. O'nta berilaveradi. Yebichizo 2,5 kilo kami bor. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bir 10 kunlik. Ha? 17 kilo bo'ldi. 17 kunlik. 17 kunlik bolasi. O'nta sutga berilaveradi deyapti. Uchinchi bolasi xunajin. Balalik bo'lsa telefon. Tirikchilikmi siz? Ha? Tirikchilikmi? Ha, dehqonchilik. Dehqonchilik nomer aytasizmi? Ha. Ayting. 95lik. 95lik 461 461 77 50. 77 50 ga telefon qilaverasiz. Mabodo sotilgan bo'lsa. Xasta ham bo'ladimi? Qiyin ham bo'ladimi? Mabodo sotilib ketsa. Ketsa ham mol bo'ladi. Xudo xolasa mol bo'ladi deb telefon qilaverasizlar. Mana chiroyliroq ekan. Qisqa shekilli. Nech pulga bordi bu? 18,5. 18,5 ga. Bolasi novvosmi? Bolasi yaxshi. Ko'p ekanda o'zi. Bo'yi pastroq ekan. 15 ta suti bor deyapti. Bolasi novvos. 18 millionga berilmoqda. 8 million. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, hurmatli chorva ishqibozlari. Bugun 17 may 2025-yil hafta kuni shanba. Videolarimizni Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa chorva bozorida sigir qatoridan boshlaymiz, xudo xolasa. Videodagi xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Videolar yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Nima deysiz? Bugun xudo xolasa 1 soatda. Hop, sekin yuraverishchi. Boy-boyni ko'rsatib turaman. Yangi sigir chiqdi. Bu bolasi nima ekan buni? Novvos bolasi. Birinchi tug'ma. 8 litr suti bor. Novvoschami ekan? O'zi ham o'zi xunajin, bolasi novvos. Endi boshlanishda shunaqa bo'ladi-da. Boshlanishda shunaqa bo'ladi. Narxi qanaqa bo'ldi endi? Narxi 20 million kam bor deyapti. So'rashdimi? So'rashdi. Qancha? 18 millionga demayapsizlar. O'zi chiroyli ekan, yosh ekan. Albatta yoshi keldi. Kampir davol bitiran ekan. Bu tirikchilikmi sizga? Dehqonchilik. Dehqonchilik nomer aytamizmi? Nomer aytamiz. 94lik 94lik 266 370. 266 3070 telefon qilaverasiz. Adres qaysi? Ashir bozor. Oqtepa. Oqtepa bozor. Telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa, sigir olsa orqasidan ko'rsatib qo'yaman. Ha. Bo'ylari pastroq, 120 ga yaqin, 120 pastida. Telefon qilaverasizlar hozir aytilgan nomerlarga, qiziqqanlar bo'lsa. Yaxshi. Bolasi yo'qmi buni? Bo'g'ozmi? Hech pulga bordi.
Necha pul deyapsiz? 22 kam bor. Bozor necha pul berdi? Ha, bilmaysanmi? 22 bilan kam bor. Necha oylik bu hozir? 7 oylik. Olchimi? Necha bu? Savdosi mashinaga bo'lyaptimi? Necha pul bo'lyapti savdosi? 20 million savdosi. Yakka o'zigami? Ona bolasimi? Bolasini ovozchi. Yana bola 38, enasini o'ziga 20 million berilyapti. Sigir ekan. To'qol variant ekan, to'qol, shoxsiz. 20 millionga berilyapti. Bolasiga qancha beryapti bolasiga? Ularga yo'q. Yaxshi. Yema qo'ydim. Temte katta. Qancha bo'ldi? Bolasini ovoz chekani. Bo'ldimi? Qancha savdo bo'lyapti? Necha pul beryapsiz? 29. Keling. Diyarbek 29 millionga berilmayapti. Bolasi zo'r ekan, sigir o'zi ham zo'r ekan. 29. Bo'mi? 10 tepasida ham beraversa kerak. Eski bundan kichkina 10 ta. Berasizmi bo'ldim, barakami? Bergachi, bu bo'lsa haqiqatdan bittasi mizon foyda beradigan odam yo'q. Alloh taolo ishini yo'layapti bu. 29 tepasida ham bormi? Faqat 29 o'zi. Bolan o'qiydi, chiqar. Nima o'zi? Sog'liq istimi? Barakami? Har bir soatdan dedi kechiradi degan bo'ldi. Ketganda haqiqatdan yugurish kerak yo'q. Men og'im kelmay qolaman. Rosa qazaqada olyapman. 29 millionga moli qimmat. Bozorda kichkina bozorda ko'rib turib qolib, lekin baliqchilik bozorda yo'g'ib qoladi bu katta mollar. 29 ga bermadingizmi? Suti nechta ekan uni? 10 tosh. Bolasi ovozi. 29 millionga beriladi. Bozor qilib turibdi, sotilib qolsa, sotilgan joyini ham ko'rsatamiz xolos. Dokuz milyonga. Bolas zo'r ekan. Bolas endi ekanda, ha? Bu yerda barakati qochib qoladi unda. Barakati qochib ketdi, virus qochib ketdi. Qochib ketdi. 29 ga berilmadi. Menimcha 30 million atrofida bo'lsa kerak sotilishi bu. Lekin ha, 30 ga ham bermayman deyapti. Hop, bozor o'tkazmaylik. Sog'lom. Necha pulga bordi u najin? 12,5 ga bermadingizmi? 12,5 ga berilmadi. Bo'yi 1.15 atrof. 12,5. Bu chiroyli necha pul oldi bu? Sotilyapti. Qanchaga? 9,5 ga beriladi. 9,5 ga bermayapti. Chiroyli narsa ekan, bo'yi 1 metr 5 atrofida chiqadi. Buni ajin 9,5 ga berilmayapti. Uzunligini aylan.
Şu yalan çekildi. Neç puldan hunajillar? 14'da. Savdolarchi. Qanchadan bo'ldi? Savdosi bo'ldimi? Savdo endi bo'lyapti. Mana uni 13 million bo'lyapti. 13 million mashina targ'ildi. 13 million targ'ildi. Mo'schi oqi. 13 million 100. Oq. Motor. Mo'schi olasi. Pul savdo. Ha, savdo bo'lgan yo'q hali. Kam bor. Tirikchilik sizniki? Nomer aytaverasizmi? Ayting. 93lik 564 3912 telefon qilaverasiz. Qayerda adres? Sharxonda. Salom qo'yib chiqaverasiz mana xunazillar, chiroyli. Mana oq shved. Shveddan chiroyli ekan. 14 million pulga berildi. Qanchaga kirdi dedingiz uni? Ha, 12. 14 milliondan so'ratilyapti. 12 dan beriladi. Salom qo'yib chiqaverasiz. Sekin Navoz bozoriga o'taylik, Navoz bozor. Shved. Nech pul ekan shved? 24. Savdosi-chi? 21 million ga bermadingiz. 24 kam bor, 21 million bermadi. Bo'ylar 120. 120 dan balandroq ekan. Shved. Nechta sizniki? Yo'q, mashq qoldi. Mashq qoldimi? Nech pul? 21 deyapmiz. 21 million. 9,5 so'rayapti. 9,5 so'rayapti. Bo'ylari 120 plus minus. 9,5 ga berilmayapti. Ovoz lekin chiroyli ekan. O'zimiz Jaydar Mesnidan-mi? Jaydar Mesni. Hop. Nomer aytib qo'ying. Havoda. 91lik 91lik 606 606 50 70. 50-70 ga telefon qilaverasizlar. Postoyanniy bo'ladi akalarda bunaqa navozda. Har kuni xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Kerak bo'lsa. Shu ikkovi kattani savdosi bo'lyapti, yo'qda. Ha? Hozir olib qo'yaman. Formedimikin bu? Oh, Tolevich. Ikkovi savdosi bo'lyapti. Qilmaganda so'z berdi. Mashinikidami? Mashlar savdo bo'lyapti-kam? Shved. Shved. Nech pullang sizlardan? 23 million 300 ming so'm bo'ldi sari. Ha, sotildimi? 23 million 300. Fermami Qirg'izistondan o'tgan ekan-a? 23 million 300. Bunisi-chi? Buni ham 25 deyapmiz. 25 kam bor. Bu ham bo'yvasi bir. Bu ham narxi shunaqa atrofida kerak. Nargisi 23 ga. Yaxshi. 23 million. Bitta turadi. Shvedlarmi? Nech puldan bular? 21 dan kam. 21 milliondan kam bor. Bo'ylari 120 yaqin, 17 shatr. 21 million kam. Nech pulga bordi endi ularni? 9,5 milliondan savdosi. Yana o'zi bo'lyapti. 9,5 dan berilmayapti. Telefon nomeri aytamizmi? 93lik 93lik 073 073 02 02 31 ga telefon qilaverasizlar. Hozir sotilmayapti. Postoyanniy bo'ladi shekilli. Talab. Qo'yishim chiqadi.
Kimdan ekan? Novoslar kimdan ekan endi? Kimlarni qo'yaylik. Sizdanmidi? Necha puldan deyapsizlar bular? Ularni 16,5 dan. 16,5 dan. Hammasimi yo'q, kattalar 16,5 dan. Nariga ikkala uchalasi arzonroq. 16,5 dan. Kam bor. Mo'lar qanchadan kichkinalar? Kichkinalari 14,5 dan. 14,5 dan. O'ylari 10 ga yaqin. Narigilar sal boradi. 16,5. Telefon nomeri aytib ketamizmi qiziqqanlarga? Nomerini aytib kiraman men hozir. 90 537 99 537 0978 978 telefon qurilasiz. Shunaqa novvochalar kerak bo'lsa. Adres qayerdasizlar? Adres Madiachi ekan. Telefon qurilasiz. Sizdanmi navoz? Necha puldan? Har xil. Qorasi necha pul qorasi? 7,5 kam. Qorasi 17,5 kam bor. Shunisi chiroyli ekan 17,5 degan. Bunisi-chi mana shveti? 17 kam. Kam. Nargisi? Kichkinasi? Kichkina 14 kam. 14 kam. Savdolari bo'ldi? Bo'ldi, bo'ldi aka. 13, 2, 16, nariga 16 2 qilyapti. Qoranimi? 16 2 mi? Chiroyli ekan. Nomerni aytasiz? Telefon nomeri qo'yamiz. Hozir aka ko'rib bering mana shuni. Ha? Telefon nomeri aytib ketamiz. Nomeri bor ha, 94 aka. 94lik 507 17 91. 17 97 bo'ladi. Постоянный bo'ladi. Novoslar sizdanmi aka? Necha puldan deyapsiz bular? 12,5 13. Bizga qarab shekilli. Kichkinalar 12,5, kattalar 13. Bo'ylari 1.10 ga yaqin. Nargilar 1.5. Ha, ba'zi. Aka telefon nomeri qo'yamizmi qiziqqanlarga yo? Mayli. Ayting. 99lik 99lik 883 883 36 71. 36 71 telefon qurilasiz mana bunaqa. Novoslar kerak bo'lsa.